Hammaga salom aziz do'stlar, sizlar bilan bugun Doktor Donut G'olib. Bugungi videoda biz idealniy sidda yashab qolamiz. Qani bo'lmasa go. Bu yoq darrov qishloq bor. Bugungi maqsadimiz chiroyli baza qurib, olmos aslaqacha kuchayish. Birinchi bilib bu yoq ko'ramiz kompotning uyini. Birinchi bilib ko'ramiz. Sandiqqa temirlar kerak bo'ladi. Hamma temirni olamiz. Temir biryani, non albatta olamiz, olma, bu xaltacha kerak emas. Mayli. Biryaniyani kiyib olamiz, xavfsiz bo'ladi ancha. Bu nima sotadi? Ko'raylikchi. Qayerga qo'shdi? Yo'q hali. Bu yoqqa 5 ta shunaqa joydan bor. Men bu idealniy sidni ko'rishdan oldin 5 ta bor dedi, ana bitta. Hozirga 4 ta ko'rim, yana yo'qqa bor. Qoch. Yetilaga ham hayronman nima qilib. Olmos bor ekan. Voy. Obsidian. Nezerga surishga ham yetadi. Olmos bor, eng muhimi. Yana bittasini ko'ramiz. Bu yoq idealniy sid mazza qilib yashash kerak bu yoqqa. Bu yoqqa biranlari ko'p. Qilich olamiz, buni olamiz, temirlarni albatta olamiz. Temir kirka albatta olamiz va non. Yana bittasi bor bu yoqqa. Bu yoqqa 5 ta bor. Bu yoqqa olmos bo'lsa kerak. 2 ta olmos. Olmos 40 ga bemalol yetadi. Hamma fikrimga qo'shilsa kerak. 3 ta olmos, bu olmos 40 degani. O'zimizga bitta baza qurib olish kerak. Kettigana bo'lish kerak yo'qlarga. Men o'qigan paytim 5 ta deydi. Yo'q, hammasini ko'raman. Menimcha hammasini ko'r. Mayli, birini taqdik. Ishtonni ham taqib olish kerak. Ishton qani? Ishtonni ham taqib olamiz. 3 ta olmos kerak. Ba'zilarini hammasini bu yoqqa qo'yamiz. Temirgacha bemalol endi kuchayib bilamiz. Endi esa ketdik daraxt chopamiz. Ketdik beron daraxt chopamiz. Qornim och qoldi, ovqat yeylaylik bo'lsin. Shu nima sotadi ana shu? Men qiziqaman nima sotching. To'xta, qayerga qochasan? Qayerga qochasan? Yumshoq suzunatga sehrlangan. Boshimdan to'paymi? Ot bor ekan yo'q. Golem. 3 ta blok olamiz. Qani golem? Nima deyamiz? Albatta qilishda. Golem sanki ishonch qilgan kim yo'qdi? Lekin bog'liqlarni. Chugma, juzma. Berat. Endi buni chopamiz. Temir albatta kerak. Endi bu loylarni yig'ishtirib olamiz. Endi bu yoqqa tashlaymiz loylarni. Bo'ldi. Men daraxt chopishim kerak deyman. Daraxt yo'q, chunki suvni o'rtaga paydo bo'lgan. Mayli, bularni qo'yib olamiz. Qilicham sindirib bo'ladi bularni. Tezmas ekan. Samolardan albatta mana bu non yasaymiz. Bularni hammasini chopamiz. 3 ta bo'ldi. Bularni keyinroq maydalaymiz. Beron qitta yo'roqqa borib daraxt chopamiz. Ayli daraxtlarni ham ko'rindi. Endi beron ketamiz. Albatta bu yo'q, qismlik chiqadi. Kema? Do'stlar, kema ko'raman. Haylo kema. Bir daraxt chopaylik. 6 ta hech bo'lmasa daraxt chopish kerak.
Hamma narsaga yetish uchun daraxt cho'pish kerak. Daraxtlarni cho'pamiz. Bir hech bo'lmasa 6 daraxt bo'lish kerak bizga. Keyin hamma narsaga yetadi. Hamma narsaga yetadi aniq. Endi buni maydalab olamiz. Endi bulardan albatta verstak, keyin cho'pchalar. Böyle yetadi. Endi buni ichiga kiramiz. Men hayron qolganim, ana qilib yo'q qopaydi bular suvni ichiga bo'lmadi. Mayli, buni ichiga albatta sandiq bo'lishi kerak. Mana shu yoqqa sandiq bo'lishi kerak, topdim. Xarita. Bu yoqqa albatta uramiz. Aslaq uchun bunaqa bezak. Bu yoqqa yana temir kub narsa bo'lishi kerak. Qidiramiz. Shu atroflar bo'lishi kerak, temir kub joy. Qayerda bo'ladi temir kub joy? Buni ichiga ko'proq temir kub joy bo'lishi kerak. Mayli, tepaga chiqamiz. Qayerda bo'ladi temir kub joy? Shu yerda. Ishonch yo'q bu yoqqa. Temir kub joy bo'lishi kerak sandiqqa. Bu yoqqa yo'q bo'ladi. Topolmayapman-da, o'sha yoqqa bo'ladi, shu yoqqa. Bu yoqqa yo'q. Bu yoqqa yo'q. Mayli, tepaga chiqamiz. Endi qana chiqamiz tepaga. Qum. Tepaga chiqamiz. Uzun bilan paydo bo'ldi. Nima? Bu yoqqa bunaqa? Zombilar endi yo'yish kerak. Qani go. Misli aslahasi bor ekan. Qochamiz. Bu yoqqa borib kirib o'tish kerak. Zombilardan qochamiz. Skelet. Voy dalin. Shu yoqqa to'zoqlab o'rish kerak, bu yoqqa zombilar bor deyapti. Yaxshi. Erkin o'lik ana shu yoqqa. To'xtanglar, bu yoqqa anaqa bo'lish kerak edi. Nima? Yo'qmi bu yoqqa bunaqa? Bo'ladi-ku. Endi to'zoqlab bo'lar. Yo'q, uxladi. Mana hoya desa uxladik. Turdik. Qishloqqa yana borish kerak. O'zingizlar o'zingiz uyga borish kerak. Yugurmay qoldimmi? Oy, zaharlandim. Ana skeleton o'tdi-da, o'sha uchun zaharlandim. O'zimga baza qurishim kerak. Yo'qdagi to'g'niyam. Shu yoqdagi bironta uyni tanlashim kerak. Mayli do'stlar, mana shu uyni tanlayman. Shu uy bo'laveradi. Yana kutib joyimizni ham bor ekan. Shu uy endi meniki. Bu yoqdagi barcha narsalarni sindiramiz. Kirkaman yo'q, boltaman yo'q, hoz yasaymiz. Ikkinchi etajni yotoqxona qilamiz. Mana shu yerga yotoqlarni qo'yamiz. Birinchi etaj uchun pechka, verstak shunaqa qilib o'tiradi. Qani go unda uyimiz. Unda oldin materiallar yasashim kerak. Bitta yugurib ham bildim. Verstak qilamiz.
Dolayısıyla narsalar yasaymiz. Albatta samolarni. O'zimizga ovqat kerak. 21 ta non bo'ladi bizga. Tepaga sandiqlar, yotoqxona quramiz. Lan hozir bir juft qilib olaylik. 54 ta. 18 tadan bo'lindi. Böyle 40 ta non bor. O'zimga endi material yasaymiz. Olmosdan kirka bo'ldi. Böyle. Nayza hozircha kerak emas. Bu versiyaga nayza yasayoladi, chunki bu yangi versiya. Endi qo'ylarni olamiz. Cho'pamiz qo'ylarni. Shuncha urug'lar bor. Mana shu yerdan sariqni o'rlaymiz, hech kim bilmaydi. Bildim. Daraxt chop kelish kerak. Ekma yerinaman. Sandiq uchun ham daraxt chopish kerak. Sandiq esa qishloqlar uyda albatta bo'ladi. Pechka o'ragan buni. Kompot uydan esa ikkita pechkani olamiz. Böyle ikkita pechkani oldik. Birontasini uyga sandiq yo'qmi? Ishonch qilmoqchi emas edim. Mayli, shu bilan. Ketdik. Sandiq uchun menga yog'och kerak. Mayli, yog'och chopib kelamiz baribir. Men o'zimga uy qurdim, aslaha yasayman. Nezur uchun portal yasash kerak hali. Hali ishlar ko'p. Shu uchun daraxt chopamiz. Ana buzilgan narsani ham bemalol chopamiz. Qittisini chopamiz. Buni ichiga kiramiz. Mana buni chopamiz. Buni olamiz. Hayır, bloklarım ko'payib ketdi. Bittagina jungim yo'q. To'xtanglar, bitta jungim qani? O'sha qolib ketmagan bo'lsa, mayli. Qolib ketgan deb hisoblaymiz. Ketdik. Quyonchaning bolasini qarang, bitta uraychi. Maki deyapman, maki. Boshlamiz. Uyimni bezatishim kerak. Uyim bezatguncha pauza. Hozir mana uyimni ham bezatdim. Mana bu yoqqa yotoqxonalar, bu yoqqa esa ish materiallari. Bu yoqqa xazina xaritasi. Do'stlar, hammaga xayr do'stlar. Video tugatishdan oldin like va obuna bosishni eslangdan chiqmasin albatta. Ikkinchi qismiga biz mana shu yoqqa boramiz. Paka.